Tavbalarni qabul qiluvchi va rahimli zotdir deb Alloh taolo ta'kidladi. Qarang, Qur'on oyatlarida Alloh taolo g'iybat haqida, josuslik qilmaslik haqida alohida ta'kidlaydi. Biz bir-birimizni nafaqat o'sha o'zgacha ma'lum bir nomda kamchiligimizni gapirishlik, hattoki shu kamchilik qilib topishlikgacha haqqimiz yo'q ekan. Alloh taolo mana shunday bir ishlardan ham sizni bizlarni qaytargan ekan. To'g'ri, mo'minni ko'zgusi deyilgan. Faqat o'sha mo'mindagi biror bir aybni nuqsonni ko'radigan bo'lsak, shuni oldiga borib bir chekkaga chaqirib, odamlarni oldidan xoli qilgan bir holatda unga chiroyli yo'l bilan, ma'rifat bilan uni yaxshilikka, ezgulikka chaqirish mumkin ekan. Bu savob ekan, bu sunnat ekan, bu shariatning yo'llanmasi ekan. Lekin bir inson biror bir aybini, nuqsonni yo oilaviy bir sir-sinoatini odamlar esda ijod qiladigan, uyalib qoladigan, jahli chiqadigan, hasani o'zadigan ba'zi bir narsalarga eshitib bilib olib, ko'chada gapirib qo'yishni bu ayni g'iybat ekan, dinimiz nuqtasidan harom amal ekan. Buni kim qiladigan bo'lsa, Alloh yo'lida qattiq gunohkor bo'lishligini esdan chiqarmoq juda muhim ekan. Mana bu yerda Alloh taolo ta'kidlaydi, sizlardan biror kishi o'lgan birodarining bu ishni xohlaydimi debdi. Bu eng ta'kidlangan masalalardan biri. Aynan birodarlar, mo'min musulmonlar, Alloh taolo o'sha insonlarni ta'kidlab aytadiki, bir inson ikkinchi bir insonni g'iybat qiladigan bo'lsa, bilik xuddi o'sha birodarini bo'shinagan bilan barobar ekan. Bu juda xatarli holat, xatarli haligi qo'llanilgan holat ekanda. Ana shuning uchun biz g'iybatni shunchaki 4ta 5ta yaqinlar o'tirgan paytimizda oramizda yo'q odamni haqida bir gapirib qo'ydikda, g'iybat ma'sum suhbat bo'lsin degan bir gaplarni eshitib qolamizda. Ana hattoki shunday odamlarda shu qadar diniy tushuncha, ilm, bilim, dunyoqarash kamki, hattoki g'iybat o'tirgan joyda o'zloqlar, endi g'iybat bo'lmasa suhbatda deydi. O'zi g'iybat qilib birov eshitganda haqi bo'ladigan gapini, ta'rifini qilib yotsanku, yana dinimiz harom qilgan amalni qilib, yana bir oddiy suhbat ekanligini e'tirof etib, bir-birini